2026-yilning 17-iyul kuni Shanxayda bo'lib o'tgan Butunjahon sun'iy intellekt konferensiyasida Prezident Qosim-Jo'mart To'qayev sun'iy intellekt siyosatini uyg'unlashtirish va transmilliy infratuzilmasini yaratish bo'yicha muhim tashabbuslarni ilgari surdi. Bu haqda Zakon.kz nashriyoti xabar berdi. Biz Qozog'iston-Xitoy raqamli ko'prigini ishga tushirishni taklif qilamiz. Asosiy maqsad raqamli savdoni rag'batlantirish va bir makon bir yo'l tashabbusi doirasida raqamli iqtisodiyotni integratsiyalashning samarali modelini yaratishdir, dedi To'qayev. Tashrif doirasida Qosim-Jo'mart To'qayev Xitoy rahbari Si Zinpin bilan muzokaralar olib bordi va yetakchi korporatsiyalar rahbarlari bilan davra suhbati o'tkazdi. Ushbu uchrashuvlarda Qozog'iston va Xitoy tomonlari umumiy qiymati 15 milliard dollardan ortiq bo'lgan 70 dan ziyod tijorat bitimlarini imzoladi. 2013-yil sentyabr oyida bo'lib o'tgan Ostonadagi yig'ilishda Si Zinpin Ipak yo'lining iqtisodiy kamari loyihasini quruqlikda ham, dengizda ham tiklashga qaratilgan bir kamar bir yo'l tashabbusini e'lon qilib, uni birgalikda amalga oshirishni taklif qilgan edi. Xitoy tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan ushbu loyiha dunyodagi eng yirik iqtisodiy loyihalardan biri bo'lib, u Xitoy manfaatlari yo'lida amalga oshiriladi. Loyiha e'lon qilingandan buyon o'tgan 10 yil davomida Xitoy Xalq Respublikasi bilan birgalikda 150 dan ortiq davlat va 30 dan ortiq xalqaro tashkilotlar mega loyihani amalga oshirishga qaratilgan hujjatlarni imzoladi. Qozog'iston ham ushbu davlatlardan biridir. Xitoy o'zining loyihalari va kreditlari orqali rivojlanayotgan davlatlarni o'ziga bog'lab, ularning portlari, yo'llari va neft konlari ustidan nazoratni qo'lga kiritmoqda. Xitoy shuningdek Uyg'urlar va Sharqiy Turkistonning boshqa musulmon xalqlarining islomiy o'ziga xosligini yo'q qilish uchun barcha g'ayri-insoniy vositalar va usullardan foydalanmoqda. Markaziy Osiyo mamlakatlari rahbarlari Pekinning homiyligini yo'qotmasliklari uchun bu mavzuni hech qachon muhokama qilmaydilar. Faqatgina global xalifalik loyihasining qayta tiklanishi bilan Sharqiy Turkiston va boshqa mamlakatlardagi musulmonlarning ahvoli tubdan o'zgaradi. Birinchi navbatda Xitoy Sharqiy Turkiston musulmonlariga qarshi jinoyatlari uchun albatta javob berishi kerak bo'ladi. Payg'ambarlik minhoji asosidagi ikkinchi Roshid xalifaligi albatta insoniyatni kapitalizm zulmatidan islom nuriga olib chiqadi. Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadi: Innalloha balighu amri qad ja'alallohu likulli shay'in qadra. Albatta, Alloh o'z ishiga yetkuvchidir. Dar haqiqat, Alloh har bir narsaga bir miqdor qilib qo'ygandir.